Assalamu alaykum, qadrli obunachilar, hammaga yaxshimisizlar, sog'-salomatmisizlar. Biz sizlar uchun yana bir galday traktorimizni chiqaryapmiz. T28 traktorimiz holatlari a'lo holatda, balonlari toza paket holatda. Yana yangi hali asfalt görmeyen toza qo'yilib hedalmay to'xtab qolgan ekan bu traktor. Lekin kilit urdi, akkumulyatorni qo'yib kilit urildi, yanib turibdi deydi egasi. Hammani zavodskoy holatda o'zim ham bir qator ko'zdan kechirib chiqdim. Ishlari, kapinkalari bilan yana hammani zavodskoy holatda turibdi. Hammani ishlab turibdi, respiratorlari, hammasi motor yog' yemaydi, moy yemaydi motor. Ziver, korobka ziver. Hammani ish holatda turibdi deydilar egalari. Shu traktorimiz sotiladi do'stlar. Ama qo'shib prinseplar ham bor ekan. Hozir uni ham ko'rsatib o'tamiz. Prinseplar ham balonlari normal holatda deydilar. Shu ikkalasi qo'shib sotiladi do'stlar. Bu traktorimiz bilan prinsepimizning narxi 35 milyon deb turibdilar. Ustunda ozgina kelishib beraman dedilar. Manzilimizga kelsak, Xorazm viloyati Xonqo tumani Kattako'ch mahallasida do'stlar. Enang. Bizani o'zlarimizni nada aytganda Takirda do'stlar bu. Traktor Takir elatında. Hammasi yaxshi holatda do'stlar. Pastga nomerlarini qo'yib o'tamiz. Bemalol telefon atib kelib ko'rib, hedab ko'rib, yoqib ko'rib, sinab ko'rasizlardan deshana chiqarib. Bazı garajda turibdi. Gelip haritata verasizlar do'stlar. Hammangizga e'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Sog' olun, salomat olun. Videolara bir like'larni bosib, abuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab turishlaringizni so'raymiz. Sog' olun, salomat olun. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat.